prezidentga aytib yetkazib YouTube'ga chiqardim men. Kimda haqqi bor? Aytinglarchi. Mana men qizim bilan hozir ko'chada qolyapman. Meni yashash joyim yo'q. Yashash joyim. Olaman. Ko'rsin hamma. Kim aşı sudya? Ayting menga o'sha sudyani. Ayting ism familiyasini. Bilmayman, men ashuni topolmayapman. Necha marta xabar ism familiyasini toping, bering. Menga aşı sudyani ism familiyasini bering. Qo'yib olgan sud qaraman. Bering. Javob berasan sen hali. Javob berasan sen hali. O'sha sudga chiqargan bo'lsa, o'sha sudyani. Sudyan qarori. Prezident bova, men hozir mana qizcham bilan ko'chada qolyapman. 168 bilan ayblangan firibgar ayolga qonun kuchga kirib, ularda meni uydan haydab chiqaryapti qizim bilan. Prezident bova, yordam qiling iltimos. Qaror bor, sud qaror. 5 qizim bilan ko'chada qoldim. Qish kunida ko'chaga chiqarishga haqqi yo'q bularda. Meni yashash joyim yo'q, prezident bova, yashash joyim yo'q. Men xodimlar kelib hozir uylarimni buzishib, eshiklarimni sindirib, narsalarimni chiqarib yig'ishtirishib bo'pti. Men xodimlarim ham. Sud qarorini qo'l qo'yib